80 ming dedim mi? 80 ming. Ananda bir moçan kam bo'lib qolsa, hargiz bo'lmaydi. Sal eshib ketdimi ya? 50 ming bo'lsin. Ya eshib ketmedi dada, bu Amina degan ma'lum eng chiroyli qiz tutsa, oldin ketib qo'noq güzeli bo'ldi dedi. Xumamcha savuşlarni. 80 ming az bo'lma. Aminarim küçük ecemma. Kolumda kol yağlı. Amine inçik bellik. Tigime desila. Sanaymen 150. Fonksiyon oturana qinata. Çatak yok. 150 ming ko'n eklab Aminani ekdi. Ey, kallasini qag'i cho'qib olgan. Bu vaqtında anangning qo'ldan tushib ketganda gap qilsan-ku. Mening o'g'limda gap qilar. Men va'da qildim dada. Bu degan bir erkakning so'zi. 250 ming renminbi. 250 ming renminbi? Hey qapaqlash. 80 ming desa sen 250 ming deysan-ku. 250 ming dedim mi? Azıp qapti dada. 300 ming. Erişip kaldın mı? Yaraysa daldirim yaraysa. 300 ming olsa 300 ming olsun. He? Sen zaten Amina'nın kıymetini his kıla alasın. Yaraysa. Kestik qinata, kelishdik bo'ldi. Qapaqlash. Hep bir xotini 300 ming qalamsa, ha? Hep bunchilik pulni nereden topamiz? Topmaymizmi? Topamiz. Topmaymizmi? Vallahi jinim dada. Atava qulani. Qinata 80 ming bo'lsa, ya kimdan baklatsa, ha? 300 ming olsa bozun. Bombay qalsa 80 ming ko'nga, yig'ildi eshakma, shuni aytavman. Dada. Ha? Qaraysan-ku? Ha? Sarangoy. Mening xotim bor. 300 mingni da'ti topsang top. Ajrimdan baldir o'ltirib qolishaysan. Qandoqsan qilaver? Funchi fukan qilib bo'ladimi, Qinata? Ey, xotinni funchi qilib olam kapirsa, o'g'il olmasan. Yolvaz izidan yigit so'zdan yanmas debdi ko'ngillar. Mana men Qinata qizingizni 300 ming pulni akab, mush uyning qo'lini tutib ochib ketaman. Men ishinim. E'lon qilingizni.
Öylenme, öylenme, öylenme yol tapmay turup Meydenge vurup hecligide pul tapmay turup Öylenme, öylenme, öylenme yol tapmay turup Meydenge vurup hecligide pul tapmay turup Ha ha ha.